Assalomu alaykum azizlar, sizlarni yana bir bor ko'rib turganimdan juda ham xursandman va bugun bizda 17-mavzu ayblovlarga munosabat. Bilasizmi, bizi hayotimizda juda ham ko'plab tanqid, ayblov yoki qanaqadir kutuvlarga duch kelamiz va u ba'zida bizga juda ham og'riqli bo'ladi. Sababi u bizani eng yaqin insonlarimiz tomonidan kelishi mumkin, ayniqsa ota-ona, turmush o'rtoq, farzandlarda. Shunda biz juda ham qattiq og'riq his qilamiz. Lekin bilasizmi, haqiqat shundaki, ayblov bu aslida siz haqingizda emas, bu o'sha inson o'zini ichki holatini yoki sizdan kutayotgan narsasini natijasi amalga oshmagani to'g'risida anglayotgan bo'ladi. Va ko'p odamlar ayblovni eshitganida ular ikki xil holatga tushadi. Ya'ni birinchisi himoya mexanizmi ishga tushib, darrov o'zini himoya qilishni boshlaydi va jahlni chiqazib, imенно o'sha o'zini agressiyasini, jahlini chiqazib olib ko'rsatadi. Yoki bo'lmasa ikkinchi turi u o'sha ayblovga berilib ketadi va o'zini qanaqadir qochish usuliga o'tib, bu ham himoya mexanizmi hisoblanadi. Ya'ni ommadan, insonlardan o'zini olib qochib, bekinib, muloqotga kirishuvchanligi suslashib ketaveradi. Va aslida aybdorlik bu norozilik, xafachilik yoki nazoratni olish istagining niqoblangan holati hisoblanadi. Endi ayblovlarga munosabatni o'zgartirish uchun nima qilishimiz mumkin? Ya'ni birinchisi, agarda siz o'zingizni adresingizga misol uchun qanaqadir ayblov, tanqid eshitadigan bo'lsangiz, avvalambor to'xting. Hech qachon shoshmang. Birinchi bo'lib qanaqadir nafas oling, o'zingizga qayting, hozir va shu yerda o'zingizni his qilib, qanaqadir reaksiya bildirishga hech qachon shoshilmang. Ikkinchisi, ayblovni ma'nosini anglashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha sizni ayblayotgan insondan siz avvalambor so'rashingiz mumkin. U sizdan nima kutganida, uni nima ranjitdi, nima sababdan u sizdan hozir qoniqmayapti va shu narsani siz undan so'raganingizdan keyin siz tushunasizki, aslida bu yerda balkim ayb sizda emasdi. Uchinchisi, o'z his-tuyg'ularingizni aniqlang. Agarda sizni kimdir ayblayotgan bo'lsa, u sizni qaysi joyingizni og'ritdi. Balkim bu og'riqi sizni eski ssenariyingiz bo'lishi mumkin. Agarda sizga misol qilib aytadigan bo'lsam, o'z hayotimdan bitta vaziyatni aytib berishim mumkin. Biz ikkita uyli bo'lganimizdan keyin opa-singil ovsin bo'lganmiz va biz qaysidir jihatda ko'chardik. Tam bir oy ular, bir oy biz, 3 oy ular, 3 oy biz, keyin mana shunaqa qilib juda ham ko'p ko'chib yurganmiz. U uydan bu uyga bitta nima deydi, определиться qila olmaganmiz va ular ham yangi uyda, biz ham yangi uyda yashab ko'rish imkoniyatiga ega bo'laylik deganmiz. Shunda обязательно nimadir esdan chiqib qolardi, nimadir qolib ketardi. Hamisha negadir men aybdor bo'lib qolardim-da. Meni уже oxirgi paytlar shunaqa his-tuyg'u bo'lganki, что как будто бы meni peshonamda sen aybdorsan degan yoziq bordek-da. Nimaga? Даже menga taalluqli bo'lmagan vaziyatlarda ba'zida o'zimni aybdor his qilardim. Keyin o'ylab qarasam, mana shu psixologiyada o'zim ustimda ishlab rivojlanganimdan keyin men shu narsani bildimki, что оказывается menda o'sha yoshligimdan o'zimga nisbatan aybdorlik hissi juda ham kuchli bo'lgan. Bu meni holatim bo'lgani uchun men har doim o'zi ichimdan shuni translyatsiya qilib borganman. Ya'ni o'zimdan shu to'lqindek taratganman. Men qanaqadir aybdor o'zimni his qilganimdan keyin shunaqa vaziyatlar sodir bo'lardiki, что men точно aybdor bo'lardim. Shuning uchun siz просто ichingizga nazar soling, qanchalik siz o'zingiz ichingizda mana shu aybdorlik hissini u yoki bu vaziyatda his qilasiz yoki yo'q. Chunki hamma narsa bizdan boshlanadi-da. То есть agarda
mana suvga tosh otsangiz, suvdan to'lqin taraladi. Xuddi shunaqa bizadan ham mana shu vibratsiya boradi va insonlar, tashqi muhitdagi insonlar sizdan shu ma'lumotni shunchaki o'qib, sizga javoban takror qilib qaytarib beradi. Ya'ni oyna effekti degani. Tortishish qonuni haqida eshitgandirsizlar yoki aks ettirish qonuni haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu yerda sizni ichki holatingizni shunchaki boshqa inson aks ettirib berayotgan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi bu chegaralarni belgilashni o'rganishda. Nima degani chegaralarni belgilash? Masalan, agar sizni kimdir "Sen ahmoqsan, sen tentaksan" desa, bu degani siz qanaqadir uni sizga berayotgan ma'lumotini o'zingizga kiyib bo'lasizda. Agarda qarang, shu kiyim metaforasini oladigan bo'lsak, sizga boshqa inson o'zini deylik kostyumini beryapti, lekin uni kostyumi sizga yoki tor yoki keng bo'lishi mumkin. U sizga to'g'ri kelmayapti-da, lekin siz uni kiyib olasiz va shu yerda siz aytishingiz mumkin, yo'q, menga bu kostyuming to'g'ri kelmaydi. Ya'ni menga hozir aytgan o'sha gaplaring to'g'ri kelmaydi, pожалуйста, o'zingga qaytarib ol deb aytish huquqiga siz aniq egasiz. Va shu yerda agarda siz o'zingizga o'sha aytilgan tanqidni, ayblovni kiyib olmasangiz, egasiga qaytarib bersangiz, siz albatta bu ayblovdan xalos bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va beshinchisi, ayblovni o'z shaxsingizga emas, balki uni qanaqadir ma'lumot deb qabul qiling. Chunki o'sha sizni ayblayotgan inson aslida o'zi haqida sizga ma'lumot berayotgan bo'ladi. Va agarda siz uni u hozir men haqimda emas, o'zi haqida menga ma'lumot beryapti deb qabul qilsangiz, shunda siz ancha o'zingizni yengil his qilasiz. Demak, azizlar, bugungi mavzu bo'yicha sizga uyga vazifa beradigan bo'lsam, birinchisi, siz oxirgi 3 marta sizga berilgan ayblovni eslang, o'sha vaziyatlarni, 3 xil vaziyatni va ularni yozib chiqing. Ya'ni menga qanaqa ayblov berishdi? Aynan ayblovni matnini yozing. Sizga nima deyishgan, qanaqa haqorat qilishgan, qanaqa munosabat bildirishgan. Keyin ikkinchisi, siz qanaqa javob berdingiz, qanaqa munosabat ko'rsatdingiz, qanchalik u sizga og'riqli ta'sir qildi yoki yo'q. Va uni tahlil qiladigan bo'lsangiz, o'sha yuqorida aytib o'tgan 5 ta yechim bosqichlari bo'yicha o'zingiz uchun tahlil qilib tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuni amalda qo'llab bajarishingiz kerak. Ikkinchi vazifa, siz meditatsiya yoki qanaqadir refleksiya qilishingiz mumkin. Ko'zlaringizni yumib, sizga bu tanqid yoki o'sha ayblov qanchalik ta'sir qildi, qanchalik siz uni o'zingizga qabul qilyapsiz yo'q. Shu joyda mana shu o'zingiz tasavvur qilganingizdan keyin aynan o'sha vaziyatdagi egasiga qaytarib berayotganingizni tasavvur qiling. Ya'ni uni qanaqadir chiroyli korobkaga solib berishingiz mumkin-da. O'ziga sovg'a tariqasidanmi, buni vizualni qilganingizdan keyin bizning miyamizni realniy vaziyat bilan tasavvurdagi vaziyatni farqiga bormaydi. Va agarda siz buni tasavvuringizda o'ynab chiqsangiz, xayolan miyangizda o'ynab chiqqaningizdan keyin, unga qaytarib berganingizdan keyin sizni tana jihatdan bu his-tuyg'ulardan xalos bo'lganingizni anglatadi va buni miyangiz va tanangiz уже boshqacha qabul qilishi boshlaydi. Demak, azizlar, agarda bugungi darsimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, ayblov aslida yomon emas, balkim bu boshqa inson sizga munosabatlar haqida signal berayotganini anglatadi. Va agarda siz bu narsani o'zingiz tushunib, anglab, tafakkur qilib, qanaqadir bu haqida ichki muzokara yurg'izadigan bo'lsangiz, siz ko'p narsani o'zingiz haqingizda va boshqalar haqida tushunib olishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz va bilasizmi, bu sizni rivojlanish nuqtangiz bo'ladi. Ya'ni siz qanchalik mana shu narsani tahlil qilib, tafakkur qiladigan bo'lsangiz, siz shunchalik o'zingiz ichki holatingiz o'zgarayotganini va qanchalik o'sayotganingizni o'zingiz ko'ra olishingiz mumkin bo'ladi.
Shu bilan azizlar, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Barchalardan mana shu amaliy mashqlarni bajarishinglarni va qayta aloqanglarni kutib qolaman va keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.